Assalomu alaykum. Sizlar bilan Foydali Link YouTube kanali Kamina Jasurbek. Xudo xohlasa bugun ham sizlar bilan biznesingiz va shaxsiy brendingizni rivojlantiradigan foydali sayt haqida gaplashamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, demak biz boshladik. Bugungi sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan saytimiz nomi selendrum.ru videosida manzili bo'ladi. Ushbu saytga tashrif buyurib, o'z biznesingiz yoki bo'lmasam shaxsiy brendingizni rivojiga hissa qo'shuvchi kalendar, vizitka yoki konvertlar tayyorlashni onlayn ravishda bepul tarzda o'rganamiz. Ushbu saytga tashrif buyurarkanmiz. Ushbu sayt orqali biz o'zimizning imzoyimiz, brendimizni rasmi yoki bo'lmasam ma'lum bir gaplar, turli xil so'zlar, nutqlar tushirilgan konvertlarni onlayn ravishda tayyorlashimiz, ularni saqlab olishimiz va hattoki bemalol pechatga berib chiqarib tarqatma material sifatida, ya'ni tarqatma reklama sifatida ham bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, saytga tashrif buyurganimizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Birinchi navbatda misol tariqasida vizitka tayyorlashdan boshlaymiz. Ya'ni har bitta insonni, biznesga qadam qo'ygan yoki bo'lmasam shaxsiy brendini rivojlantirayotgan insonni o'z vizitkasi bo'ladi. Ya'ni bu vizitka orqali sizni telefon manzilingiz, ishlayotgan joyingiz, ismingiz, familiyangiz, umuman olganda siz haqingizda qisqacha ma'lumot yozilgan bo'ladi. Vizitka bo'limiga kiradigan bo'lsak, bizda turli xil mana bunaqa namunalar bergan. Ya'ni o'zingizga yoqqanini tanlang demoqchi. Misol tariqasida mana bu vizitkani tanladim. Ustiga bosib tanlab kirganimizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda ism turibdi, lavozim turibdi, telefon nomer, email turibdi. Biz istagancha o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Shunchaki mana shu ismni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bizda o'ng tomonda pastda mana Vasiley Pupkin degan yozuv chiqdi. Shuni shunchaki o'chirib tashlaymiz, o'zimizni ismimizni yozishimiz mumkin. Misol tariqasida men YouTube kanalimni yozib qo'ydim, mana foydali link deb yozib qo'ydim va buni ustiga bosib xohlagan joyingizga joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerdan svetga kirib turib istalgan rangga o'zgartirishingiz mumkin yozuvni. Xo'p, bu yerda hozircha oq yaxshi ko'ringani uchun oq qoldi. Menejerda ham ustiga bosib istalgancha mana bu tomondan, o'ng tomondan, pastki tomondan bemalol menejer yozuvini xohlasangiz istalgan yozuvingizga o'zgartirib qo'ysangiz bo'laveradi. Misol uchun men YouTube deb yozib qo'ydim. Telefon nomerlarini ham istagancha ustiga bosib mana bu joydan tahrirlashimiz mumkin. Endi agar o'zimiz birorta matn qo'shmoqchi bo'lsak, o'ng tomon yuqoridan Добавить text degan tugmachani bosamiz. Mana bizda chiqdi text. Shunchaki ustiga bir marta bossak, blokka olinadi va mana bu joyda chiqadi yozuv. Misol uchun men yozib qo'yaman, kanalimizga obuna bo'ling. Misol uchun mana kanalimizga obuna bo'ling dedimda, buni men joylashtirdim va rangini aytaylik, hop, qizil svetga olib o'tib qo'ydim. Yoki bo'lmasam istalgan svetga qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz yashil, xohlasangiz oq rangga olib kelib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Agar mabodo mana bunaqa bo'shliq joyga yoki bo'lmasam qaysidir bir qismiga rasm yuklanmoqchi bo'lsangiz, shunchaki загрузить kartinkani bosishingiz kerak. Vibrit fayl deb tanlaysiz, ya'ni istalgan faylingizni tanlashingiz kerak. Bu yerdan aytaylik, hop. Misol uchun biz qandaydir bir qurilmalar olib kelish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, shunchaki o'sha kompyuteringizdan tanlaysizda, открыть bosib, загрузить tugmachasini bosib qo'yasiz, biroz kutib turasiz. Mana biz загрузить qilib oldik. Buni rasmni istalgancha kattalashtirib, kengaytirib aytaylik, bu yerga o'zingizni brendingiz rasmi tushirilgan bo'lishi mumkin yoki o'zingiz rasmingiz bemalol o'rnatsangiz bo'laveradi. Xo'p. Добавить clip art yoki bo'lmasa загрузить kartinkalar orqali mana shu joydan bemalol buni to'g'rilasangiz bo'laveradi. Agar sizga yoqmasa, shunchaki o'sha narsani ustiga bosasiz va mana bu joyda X tugmachasini bossangiz, olib tashlaydi. Bo'ldi. Bu tayyorlab bo'lgan vizitkangizga polichis qilib, qabul qilib olish deb bemalol rasm ko'rishda saqlab olsangiz bo'laveradi. Agar orqa fon sizga yoqmayotgan bo'lsa, svet fonga kirib turib, bemalol fonni svetini o'zgartirishingiz mumkin. Mana yashilga o'zgartirdik, xohlasangiz qizil qiling, xohlasangiz oppoq qilib qo'ying, uni farqi yo'q. Ya'ni o'zingizga mos tarzda tanlab olaverasiz. Bu hop, bizda vizitka tayyorlashimizni bir ko'rinishi edi. Agar siz boshqa vizitkalardan foydalansangiz, bemalol ustiga bosib kirib, xuddi shu tarzda tahrirlashingiz mumkin. Kalendar tayyorlashchi, shunchaki kalendar bo'limiga kiramiz. Bu yerdan o'zimizga yoqqan kalendarni tanlaymiz. Misol uchun hozirgi paytda endi mana buni tanladik. Mana bu kalendarni tanlasak, mana 2025-yil, ya'ni hozirgi yil bilan chiqarib beradi. Xavotir olmang. Mana bu joyga istasangiz svet fondan fonni o'zgartiring, orqa fonni xohlasangiz hozirgiga o'xshab добавить text qilib mana bu joyga yozib qo'yishingiz mumkin. O'zingiz kompaniyangiz nomi bo'lishi mumkin. Aytaylik, bizda foydali link. Hop. Foydali link.
mana foydali link deb yozdik. Istalgan joyga olib borib, mana svetini o'zgartirishimiz ham mumkin. Mana bunday holatda qilib, mana bu joydan esa qanaqa harflar turi qanaqa bo'lishini belgilab va buni katta kichikligini mana bunday qilib o'zgartirish kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana foydali link. Har xil brendingiz rasmini mana bu yerdan загрузить kartinkani bosib turib bemalol загрузитка qilsangiz bo'laveradi. Bu ham xuddi vizitka tayyorlagandek juda ham oson. Endi bizga bu sayt taqdim qilayotgan 3-bo'lim esa bu konvert, ya'ni konvertlar. Biz sodda tilimizda tushuntirgan. Shunchaki ustiga bosib kirsak, turli xil konvertlar bor. Ya'ni xuddi nima xatlarni solib jo'natadigan konvertlarimiz. Misol tariqasida mana buni tanlab olsak, xuddi shunaqa chiqadi. Buni ham xuddi vizitkani tahrirlagandek, mana My kompaniya ustiga bosib kompaniyangiz nomini yozasiz. Ya'ni foydali link bo'lsa, biz foydali link deb yozib qo'ydim. Mana bu joydan esa pastdan adreslarda, ya'ni o'zingiz adresingizni, kompaniyangiz adresini yoki brendingizni yoki magaziningiz adresini bemalol yozishingiz mumkin. Mana bu joy bo'shliq qoladi, bu qo'lda to'ldiriladigan. Xohlasangiz mana bu burchak qismiga o'zingizni brendingizni qisqagina qilib tushirib qo'yishingiz mumkin. Загрузить foto qilib turib, bemalol o'zingizni brendingizni aytaylik. Hop, mana shu siz brendingiz bo'ladigan bo'lsa, mana bunday holatda bemalol burchakka tushirib qo'yishingiz mumkin. Yoqmasa, shunchaki X ni bosib olasiz, belgilab bo'ldi. Polichitni bosib tayyor bo'lgan konvertni yuklab olishingiz mumkin. Fonni ham xuddi avvalgilar singari svet fonga kirib bemalol nima yuklab olsangiz bo'laveradi. Buni qanaqa qulayligi bor? Sizga nima maqsadda kerak bo'ladi bu sayt? Sizga qulaylik jihatlari, siz o'zingizni mahsulotlaringizni yoki bo'lmasam o'zingizni kichik kompaniyangiz bo'lsin, biznesingiz bo'lsin, do'koningiz yoki bo'lmasam qandaydir ijtimoiy tarmoqlarda yurgizayotgan faoliyatingiz bo'lsin, o'zingizni bir tanitish uchun, ya'ni bu ham reklamani bir usuli. Ya'ni turli xil kalendarlarda kichkina qilib A4 formatli listga yarimtadan qilib mana shunaqa kalendarlar tayyorlab, turli xil brendlarni tushirib, yozuvlarni tushirib turib, odamlarga shunchaki foydali bo'lsin shu kalendar deb tarqatsangiz ham bu yerda sizda brendingiz ketadi, ya'ni brendingizning nomi ketadi. Qolaversa, bundan avvalgi video darsimizda biz sizlar bilan nimani o'rgandik? Ya'ni QR kod tayyorlaydigan saytda bepulga o'zimiz YouTube, ijtimoiy tarmoqlardagi yoki bo'lmasam turli xil kompaniya brendlarimizni QR kodini tayyorlashni o'rganganmiz. Kim ko'rmagan bo'lsa ko'rib chiqsin. Ya'ni shuni ham agar siz bunga remix qilib mana bu joyga QR kodingizni kiritib ketsangiz, ham kalendardan foydalanadi, ham bu QR kod nima ekan deb shuni skanerlagan paytda sizni kompaniyangiz haqida butun boshli ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu ham bitta reklama, ya'ni sezilar sezilmas reklama deyiladi. Manipulyatsiya qilasiz, ya'ni o'zingizni mahsulotlaringizni, brendingizni olayotgan odam, ya'ni qabul qilib olayotgan odam sezmagan holatda miya ostiga, ya'ni ong ostiga quyilib boraveradi. Agar siz vizitka tayyorlab oladigan bo'lsangiz, endi siz kimlargadir telefonimni yozib oling, bundaqa yoki bundaqa qiling deb aytib o'tirmaysiz-da, shunchaki vizitkangizni berib qo'yasiz. Bu vizitka vaqtlar o'tishi bilan uni mashinasida yuradi yoki yonida yuradi. Qachon bo'lsa ham nima ko'zi tushganda siz brendingizni eslatib turadi. Turli xil konvertlar qilib tarqatish ham bu albatta qiziqarli marketing bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni oddiygina YouTube kanalingiz yoki Telegram kanalingizni yoki kichikroq do'koningiz yoki kattaroq biznesingizni ham oddiy mana shunaqa konvert ko'rinishida chiqarib turib, burchak qismi shtrix kodlari bilan, reklamalari bilan shunchaki bepulga tarqatsangiz ham, bu ham insonlar bir-biridan foydalanadi. Ya'ni narsasini solib konvertga bir-biriga uzatganda sizni reklamangiz ham tekinda ketaveradi. U qo'ldan bu qo'lga bepulga o'tadi. Ya'ni foydalanayotgan insonlar o'zi bilmagan holatda sizni mahsulotingizni reklama qilib beradi. Albatta bu ham marketing uchun juda ham zo'r. Ushbu sayt sizga foydali bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa shu saytdan foydalanib qandaydir bir manfaat topsangiz biz xursand bo'lamiz. Ushbu sayt manzili mana bu joyda turibdi, ya'ni kalendarim.ru yoki bo'lmasa video ostida manzili qoladi. Agar bundan ko'rib ololmayotgan bo'lsangiz, bemalol o'tib foydalanishingiz mumkin. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa har kuni bir-biridan qiziqarli bo'lgan va foydali bo'lgan saytlarni sizlarga qisqacha yoritib beraman. Sizlar bilan Kamina Jasurbek bo'ldi. O'tkazgan 9,5 minut vaqtlaringizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.